Do'stlar, bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi qabul qilingan 1277 sonli qonun atrofida odamlar orasida endi mulk huquqini olib qo'yishadi. Uyimdan ayrilib qolamanmi? Yerim davlatga o'tib ketadimi degan savollar ko'paydi. Bu mavzu har bir xonadon, har bir tadbirkor, har bir yer egasi, har bir kvartira yoki hovli sotib olgan odam uchun bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga oddiy tilda nima o'zgardi, kimlar xavf ostida, kimlar xavotir olmasligi kerak, qanday hujjatlarni tekshirish kerak va o'z mulkingizni qanday himoya qilish mumkinligini batafsil aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy tushuntirishlar ko'p odamlarni katta muammolardan saqlab qoladi. Avvalo, eng katta savolga javob beraman. Bu qonun hammaning uyini tortib olishadi degani emas. Lekin bu qonun mulk huquqi, yer uchastkalari, noqonuniy qurilishlar, kadastr hujjatlari davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish, kompensatsiya va sud tartibi bilan bog'liq qoidalarni aniqroq va qat'iyroq qiladi. Shuning uchun kimning hujjati toza bo'lsa, mulki kadastrdan o'tgan bo'lsa, oldi sotdi qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, soliq va reyestr ma'lumotlari mos bo'lsa, u odam vahima qilmasligi kerak. Ammo hujjatlarda chalkashlik bo'lsa, yer boshqa maqsadda berilgan bo'lsa, uy ruxsatsiz qurilgan bo'lsa, meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki bir mulk bir necha odam nomiga tortishuvli bo'lsa, mana shunday holatlarda xavf keskin oshadi. Oldin qanday edi? Ko'p hollarda odamlar uy yoki yer sotib olayotganda faqat qo'shnilar biladi. Mahalla tasdiqlaydi. Eski hujjat bor, otamdan qolgan, hokimiyat bergan, notariusdan o'tgan degan gaplarga tayanishardi. Lekin amalda mulk huquqi faqat og'zaki kelishuv bilan emas, faqat mahalla ma'lumotnomasi bilan emas. Balki davlat ro'yxatdan o'tgan hujjat, kadastr, reyestr, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, foydalanish huquqi yoki egalik huquqini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlar bilan himoya qilinadi. Endi nima o'zgardi? Yangi tartibda davlat organlari ma'lumotlarni solishtirishni kuchaytiradi. Ya'ni kadastrdagi maydon, soliq bazasidagi maydon, reyestrdagi egasi, yerning maqsadli turi qurish ruxsatnomasi, bino foydalanishga topshirilgan yoki topshirilmaganligi bir-biriga mos kelishi kerak. Masalan, hujjatda 6 sotix yer ko'rsatilgan, lekin amalda 9 sotix egallab olingan bo'lsa, ortiqcha 300 sotix bo'yicha savol tug'iladi. Hujjatda tomorqa deb yozilgan, lekin u yerda avtoservis, magazin yoki ombor qurilgan bo'lsa, maqsadli foydalanish buzilgan hisoblanishi mumkin. Hujjatda uy bir qavatli deb turibdi, lekin amalda 3 qavatli bino qurilgan bo'lsa, qurilish ruxsati va loyihasi tekshiriladi. Men eng avvalo mulk egalarini 3 toifaga ajratib tushuntiraman. Birinchi toifa hujjati to'liq va aniq bo'lganlar. Masalan, siz 2020 yilda kvartira sotib oldingiz. Notarius orqali oldi sotdi shartnomasi tuzdingiz. Kadastr pasporti bor. Davlat reyestrida siz egasi sifatida ko'rsatilgansiz. Kommunal to'lovlar, soliq ma'lumotlari ham sizning nomingizda. Bunday holatda qonun sizni qo'rqitishi emas. Aksincha himoya qilish kerak. Chunki rasmiy hujjat bor. Mulk huquqingiz davlat tomonidan tan olingan. Ikkinchi toifa, hujjati bor, lekin muammo yoki nomuvofiqlik borlar. Masalan, hovlingiz 8 sotix deb yuritiladi. Lekin kadastrda 6 sotix ko'rsatilgan. Siz 20 yil oldin qo'shni tashlab ketgan 2 sotix joyni devor ichiga qo'shib olgansiz. Shu kungacha hech kim indamagan. Lekin yangi tartibda hech kim indamagan degani qonuniy degani emas. Agar ortiqcha joy davlat yer fondiga yoki boshqa shaxs mulkiga kirsa, sizdan uni bo'shatish talab qilinishi mumkin. Ba'zi holatda qonuniylashtirish imkoni bo'ladi, ba'zi holatda esa bo'lmaydi. Bu yerning maqomi, joylashuvi, bosh rejaga tushgan-tushmaganligi, qo'shnilar huquqiga zarar yetgan-yetmaganiga bog'liq. Uchinchi toifa, umuman hujjatsiz yoki faqat norasmiy hujjat bilan yashayotganlar. Masalan, odam 15 yil oldin hovli sotib olgan, lekin notariusdan o'tkazmagan. Faqat qo'lga yozilgan tilxat bor. Men faloncha uyimni faloncha sotdim, $20,000 oldim. Mana shu eng xavfli holat. Chunki tilxat pul berganini ko'rsatish mumkin. Lekin har doim ham mulk huquqini to'liq o'tkazmaydi. Sotgan odam vafot etsa, uning merosxo'rlari chiqib qolsa, mulk reyestrida hali ham eski egasi nomida tursa, xaridor katta muammoga duch keladi. Yangi tartib bunday norasmiy bitimlarni yanada xavfli qiladi. Chunki davlat reyestridagi egasi bilan haqiqiy yashayotgan odam bir xil bo'lmasa, nizolar kuchayadi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida bir oila 2012 yilda 7 sotix hovli sotib olgan. Notariusdan o'tgan, lekin kadastr yangilanmagan. Eski kadastrda
faqat 4 sotik yer va naqmin kvadrat metr uy ko'rsatilgan. Aslida esa 7 sotik yer hamon kvadrat metr uy. Qo'shimcha oshxona va garaj bor. Oila biz sotib olganmiz-ku deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 3 sotik yerning kelib chiqishi savol ostida qoladi. Qo'shimcha qurilishlar esa ruxsatsiz deb baholanishi mumkin. Bu holatda uy butunlay olib qo'yiladi deyish noto'g'ri. Lekin ortiqcha yer, noqonuniy qurilish, jarima, qayta rasmiylashtirish yoki sud muammosi chiqishi mumkin. Ikkinchi misol, bir tadbirkor 10 sotik yerda do'kon qurgan. Hujjatda yer yakka tartibdagi uy-joy qurilishi uchun ajratilgan. Lekin u odam u yerda 2 qavatli savdo majmuasi ochgan. Kirim yaxshi soliq to'layapti, mahalla ham qarshi emas. Ammo yerning maqsadli foydalanishi buzilgan. Yangi talablar kuchayganda bu bino bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Qurilish ruxsati bormi? Loyiha tasdiqlanganmi? Foydalanishga topshirilganmi? Yer turi tijoratga o'zgartirilganmi? Agar yo'q bo'lsa, tadbirkor faqat jarima bilan cheklanmasligi mumkin. Ayrim hollarda binoni qayta moslashtirish, faoliyatni to'xtatish yoki sud orqali majburiy choralar ko'rilishi ehtimoli bor. Uchinchi misol, ota-onadan qolgan uyda 3 aka-uka yashaydi. Uy hali ham vafot etgan otaning nomida, katta aka uyga pul sarflagan, kichik aka chet elda, opa esa merosdan ulushim bor deydi. Yillar davomida hech kim merosni rasmiylashtirmagan. Endi shu uy rekonstruksiya hududiga tushsa yoki sotilmoqchi bo'lsa, muammo boshlanadi. Kim egasi? Kim kompensatsiya oladi? Kim imzo qo'yadi? Kadastr kim nomida? Mana shunday meros masalalari o'z vaqtida hal qilinmasa, yangi tartibda mulk huquqini himoya qilish qiyinlashadi. Chunki qonun birinchi navbatda hujjatga qaraydi. 4-misol, odam ko'p qavatli uyda kvartira sotib olgan. Lekin oldingi egasi ipoteka qarzini to'liq yopmagan yoki kvartira garovda bo'lgan. Xaridor narx arzonligi uchun shoshilgan. Notariusdan o'tishdan oldin yuklama bor yo'qligini tekshirmagan. Keyin bank da'vo qiladi. Bunday holatda yangi qonun odamning kvartirasini sababsiz olib qo'ymaydi. Lekin garov, qarz, taqiq, sud qarori bo'lsa, mulk bilan bog'liq cheklovlar real kuchga ega bo'ladi. Shuning uchun menda kalit bor degani men huquqiy jihatdan xavfsizman degani emas. Kimlar xavotir olish kerak? Men aniq aytaman. Birinchidan, kadastrsiz uyda yashayotganlar. Ikkinchidan, yer maydoni hujjatdagidan katta bo'lganlar. Uchinchidan, uyini kengaytirib, lekin ruxsat olmaganlar. To'rtinchidan, yer maqsadini o'zgartirmay biznes qilayotganlar. Beshinchidan, merosni rasmiylashtirmaganlar. Oltinchidan, sotib olgan mulkini davlat reyestriga o'tkazmaganlar. Yettinchidan, sud nizosi bor mulkni arzon narxida olganlar. Sakkizinchidan, davlat ehtiyoji uchun olinishi mumkin bo'lgan hududlarda joylashgan mulk egalari. Kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak? Agar sizda notarial shartnoma, kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tgan mulk huquqi, soliq to'lovlari, kommunal hisoblar, qurilish va foydalanishga topshirish hujjatlari bor bo'lsa, sizning holatingiz ancha barqaror. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan odam hamma narsa joyida deb o'ylaydi. Lekin reyestrida eski xatolik chiqadi. Familiya noto'g'ri yozilgan, maydon mos emas, manzil o'zgargan, yer turi boshqa, kadastr raqami eskirgan. Endi eng muhim nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, mulk huquqi mutlaq bo'lsa ham cheksiz emas. Ya'ni odam o'z uyiga ega bo'lishi mumkin, lekin bu uyda qo'shnining devoriga zarar yetkazib qurilish qila olmaydi. Umumiy yo'lni yopib qo'ya olmaydi. Ariqqa, gaz quvuriga, elektr tarmog'iga, sanitariya zonasiga kirib keta olmaydi. Agar mulk umumiy xavfsizlik, shaharsozlik, ekologiya yoki boshqa shaxslarning huquqlarini buzsa, davlat aralashishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish masalasi. Bu eng ko'p odamni qo'rqitadigan mavzu. Agar yo'l, metro, maktab, shifoxona, infratuzilma yoki boshqa davlat loyihasi uchun yer kerak bo'lsa, ayrim mulklar olib qo'yilishi mumkin. Lekin bu oddiy kelib uyingizni buzib tashlashadi degani emas. Qonuniy tartibda oldindan xabardor qilish, baholash, kompensatsiya, kelishuv, boshqa uy berish yoki pul to'lash kabi bosqichlar bo'lishi kerak. Muammo amalda nimada? Odamlar baholash narxiga rozi bo'lmaydi. Masalan, uy egasi mening uyim $1,000,000 turadi deydi. Baholovchi esa 6 million so'm deb chiqaradi. Bozor narxi, joylashuv, ta'mir, yer maydoni, hujjatdagi va amaldagi bino farqi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agar qo'shimcha qurilish hujjatsiz bo'lsa, kompensatsiyada hisobga olinmasligi yoki bahsli bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, noqonuniy qurilishni keyinroq qonuniylashtirish har doim ham mumkin emas. Ko'pchilik qurib olay, keyin hujjat qilaman deb o'ylaydi. Bu juda xavfli fikr. Masalan, siz 2 qavatli uy qurdingiz,
Keyin kadastrga bordim deysiz. Agar bino qizil chiziqqa chiqib ketgan bo'lsa, yo'l kengaytirish hududida bo'lsa, elektr liniyasi himoya zonasida bo'lsa, kanalizatsiya yoki gaz tarmog'i ustiga tushgan bo'lsa, qo'shni uchastkaga soya, suv oqimi yoki xavf tug'dirsa, uni qonuniylashtirish rad etilishi mumkin. Shunda sarflagan pulingiz, mehnatingiz, vaqtingiz xavf ostida qoladi. 4-nozik jihat eski qarorlar va eski hujjatlar. Ba'zi odamlarning qo'lida 1990-yillar yoki 2000-yillarning boshidagi hokim qarori, jamoat xo'jaligi ma'lumotnomasi, mahalla dalolatnomasi bor. Bu hujjatlar muhim bo'lishi mumkin. Lekin avtomatik ravishda bugungi kadastr huquqini anglatmaydi. Ularni zamonaviy reyestrga moslashtirish, davlat ro'yxatidan o'tkazish, maydon va chegarani aniqlashtirish kerak bo'ladi. Ayniqsa qishloq joylarda ota-bobomdan qolgan yer degan tushuncha ko'p, lekin yer davlat mulki bo'lishi, sizda esa undan foydalanish huquqi bo'lishi mumkin. Bu farqni tushunish juda muhim. 5-nozik jihat. Bir mulkni 2 marta sotish yoki soxta ishonchnoma. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Mulk egasi bir odamga ishonchnoma beradi, u odam boshqa birovga sotadi. Keyin ishonchnoma bekor qilingan bo'lib chiqadi yoki egasi vafot etgandan keyin foydalanilgan bo'ladi. Yoki uy oldindan garovda bo'lgan bo'ladi. Xaridor pulni berib qo'yadi, lekin reyestrda taqiq borligi sababli mulk o'tmaydi. Shuning uchun har qanday mulk sotib olishdan oldin faqat hujjat nusxasiga qarash yetarli emas. Jonli reyestr ma'lumotini, taqiq va yo'riqlamalarni, egasining vakolatini, sud nizosi bor yo'qligini tekshirish zarur. 6-nozik jihat. Ulushli mulk. Masalan, uy 4 kishiga tegishli. Ona 2 farzand va 1 nabira. Bir kishi men o'z ulushimni sotaman desa, qolganlar roziligi imtiyozli sotib olish huquqi, ulush chegarasi masalalari chiqadi. Yangi tartibda ulush egalarining huquqlariga e'tibor kuchayadi. Agar siz ulushli mulk sotib olayotgan bo'lsangiz, keyin o'sha uyda yashash, undan foydalanish, sotish juda qiyin bo'lishi mumkin. Arzon narxning o'rtada ko'pincha katta huquqiy muammo yashirinadi. 7-nozik jihat. Ko'p qavatli uylarning umumiy mulki. Podval, tom, yo'lak, bolalar maydonchasi, avtoturargoh, texnik xona ba'zan noqonuniy ravishda egallab olinadi yoki tadbirkorga berib yuboriladi. Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, faqat kvartirangiz emas, umumiy mulkka ham e'tibor bering. Chunki ertaga podvalda noqonuniy sex ochilsa, yong'in xavfi paydo bo'ladi. Tomda ruxsatsiz antena yoki qo'shimcha qurilish qilinsa, butun uy zarar ko'rishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'taman. Siz nima qilishingiz kerak? Men har bir tomoshabinga quyidagi amaliy qadamlarni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Bular kadastr pasporti yoki kadastr hujjati, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori bo'lsa sud hujjati, hokim qarori bo'lsa qaror nusxasi, qurilish ruxsatnomasi, loyiha hujjatlari, foydalanishga topshirish dalolatnomasi, soliq to'lovlari, kommunal shartnomalar va to'lov kvitansiyalari. Hujjatlarni faqat uyda saqlamang, skaner qilib elektron nusxasini ham saqlang. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini amaldagi holat bilan solishtiring. Hujjatda yer necha sotiq, uy necha kvadrat metr, nechta bino ko'rsatilgan. Sizda amalda nima bor? Masalan, hujjatda uy 9 kvadrat metr, lekin sizda 1006 kvadrat metr bo'lsa, farqni aniqlang. Hujjatda yer 4 sotiq, davor ichida 5 sotiq bo'lsa, ortiqcha qism kimga tegishli ekanini aniqlang. Buni beparvo qoldirmang. 3-qadam, davlat kadastrlari palatasi yoki tegishli kadastr organiga murojaat qiling. Siz mulk obyektim bo'yicha kadastr ma'lumotlarini aniqlashtirib berishingizni so'rayman deb ariza yozishingiz mumkin. Agar maydon, chegara, manzil yoki bino yuzasida farq bo'lsa, mutaxassis chaqirib o'lchov qildiring. Lekin o'lchovdan oldin qo'shnilar bilan ham kelishuvni tekshiring. Chunki chegara nizolari ko'pincha qo'shnilar orasida boshlanadi. 4-qadam. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazi orqali mulkingiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Mulk kimning nomida? Taqiq bormi? Garov bormi? Sud cheklovi bormi? Ijro hujjati bormi? Hammasini tekshirib ko'ring. Ayniqsa sotib olishdan oldin bu ishni albatta qiling. Sotuvchi hammasi joyida degani yetarli emas. Hujjatni o'zingiz ko'ring. 5-qadam, agar meros bo'yicha mulk bo'lsa, notariusga boring. Otamdan qolgan. Lekin hali rasmiylashtirmaganmiz degan mulk ertaga eng katta nizoga aylanadi. Merosxo'rlar ro'yxatini aniqlang, meros guvohnomasini oling. Keyin kadastrni yangi egalar nomiga o'tkazing, agar meros muddati o'tib ketgan bo'lsa.
Notarius yoki sud orqali tiklash masalasini ko'rib chiqing. Bu ishni cho'zish faqat muammoni kattalashtiradi. 6-qadam, agar uy yoki bino ruxsatsiz kengaytirilgan bo'lsa, darhol mutaxassis bilan maslahat qiling. Qurilish bo'limi, kadastr, arxitektura organlari, loyiha tashkiloti bilan gaplashing. Buni qonuniylashtirish mumkinmi degan savolga hujjat asosida javob oling. Agar mumkin bo'lsa, tartib bo'yicha rasmiylashtiring. Keyingi xavflarni baholang. Ba'zan kichik xatoni vaqtida tuzatish katta buzilish yoki suddan saqlaydi. 7-qadam, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish xabari kelsa, shoshilinch imzo qo'ymang. Avval xabarnomani o'qing. Qaysi asosda olinayotganini so'rang. Baholash hisobotini talab qiling. Mustaqil baholovchidan ikkinchi baho oling. Uyda nechta oila yashaydi? Ro'yxatda kimlar bor? Hujjatdagi va amaldagi maydon qancha? Ko'chirish xarajatlari qanday? Vaqtinchalik yashash masalasi bormi? Bularning hammasini yozma ravishda ko'taring. Og'zaki va'dalarga ishonib qolmang. Har bir kelishuv yozma bo'lsin. 8-qadam, ariza yozishni o'rganing. Masalan, kadastrga shunday mazmunda murojaat qilishingiz mumkin. Menga tegishli bo'lgan falon manzildagi ko'chmas mulk obyekti bo'yicha kadastr ma'lumotlari, yer maydoni, bino maydoni, chegaralar va mavjud yuklamalar haqida rasmiy ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar davlat ehtiyoji bo'yicha bo'lsa, mulkim olib qo'yilishi rejalashtirilgani haqida xabar oldim. Menga ushbu qarorning huquqiy asosi, loyiha hujjatlari, baholash tartibi, kompensatsiya shakli va muddatlari haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob berilishi kerak. 9-qadam. Qo'shnilar bilan chegara masalasini hujjatlashtiring. Hovli joylarda eng ko'p nizo devor, yo'l, ariq, kirish-chiqish, umumiy foydalanish joyi bo'yicha bo'ladi. Bugun qo'shningiz bilan munosabat yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ertaga uy sotiladi. Yangi qo'shni keladi va devor mening yerimga kirgan deb da'vo qiladi. Shuning uchun kadastr chizmasi, o'lchov, chegara dalolatnomasi juda muhim. 10-qadam, mulk sotib olayotganda hech qachon shoshilmang. Arzon narx, tez sotaman, pulni bugun bering, hujjatni keyin qilamiz degan gaplar xavf belgisi. Avval notarius, kadastr, reyestr, bank garovi, soliq qarzi, kommunal qarz, sud nizosi, ro'yxatda turgan shaxslar, voyaga yetmagan bolalar ulushi bor yo'qligini tekshiring. Agar mulkda voyaga yetmagan bola ulushi bo'lsa, vasiylik organlari roziligi talab qilinishi mumkin. Agar er-xotin mulki bo'lsa, turmush o'rtog'ining roziligi kerak bo'lishi mumkin. Bularning barchasi keyin bitim bekor bo'lishining oldini oladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Huquqiy muammoni yashirish emas, erta aniqlash foydali. Ko'pchilik kadastrga borsam muammo chiqib qoladi deb qo'rqadi. Lekin muammo baribir yo'qolmaydi. Aksincha, siz uni o'zingiz aniqlasangiz, yechim izlashga vaqtingiz bo'ladi. Davlat tekshiruvi, sud da'vosi yoki buzish haqida ogohlantirish kelgandan keyin vaqt juda qisqaradi. Xulosa qilib aytsam, 1237 sonli yangi qonun atrofidagi eng katta xulosa shuki, hujjati toza, reyestri aniq, kadastr joyida bo'lgan mulkdorlar vahima qilmasligi kerak. Lekin hujjatsiz qurilish, ortiqcha egallangan yer, rasmiylashtirilmagan meros, notarius oldi sotdi, garovdagi mulk, maqsadsiz foydalanilayotgan yer va kadastrdagi nomuvofiqliklar endi yanada katta xavf tug'diradi. Mulk huquqini himoya qilishning eng kuchli yo'li bu vaqtida hujjatlarni tartibga keltirish. Barcha ma'lumotlarni tekshirish va faqat yozma rasmiy tartibda ish yuritishdir. Agar sizda ham uy, yer, kvartira yoki tijorat binosi bo'yicha shubhali holat bo'lsa, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Izohlarda yozing. Sizning mulkingizda kadastr bilan amaldagi holat mosmi? Meros rasmiylashtirilganmi? Yer maydoni to'g'rimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki mulk masalasida bitta to'g'ri maslahat ba'zan odamni yillar davom etadigan sud va katta moliyaviy zarardan saqlab qoladi.